Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Xosiyat Allayarovna. Men 8 yillik tajribaga ega oilaviy munosabatlar bo'yicha ekspertman. Bugungi mavzumiz nima uchun onalar o'z o'g'lini kelindan qizg'anadi? Mana shu mavzu bo'yicha bugun ma'lumot bermoqchiman. Kuzatuvlar natijasida shunaqa holatlar bo'lganki, onalar yoshlarni hayotiga aralashuvi, har doim o'g'lini nazorat qilish, bosim o'tkazish, boshqarishga harakat qilishlar natijasida judayam yoshlarni orasida konfliktlar yuzaga kelgan, hattoki ajrimgacha bo'lgan vaziyatlar kuzatilingan. Bugungi mavzumiz kimlar uchun deydigan bo'lsak, har bir ona uchun, har bir erkak uchun, har bir ayol uchun, har bir qiz uchun judayam muhim. Chunki o'g'il farzand tarbiyalayotgan onalar bor, yoki bo'lmasa mana shunaqa vaziyatga tushib qolgan, o'z farzandini kelindan qizg'anadi-yu, sababini anglolmaydi. Bu holatdan o'zi ham qiynalishi mumkin. Shunaqa vaziyatlar bo'layotgan bo'lishi mumkin ichki kechinmalarda. Yoki bo'lmasam shu vaziyatga tushgan erkaklar bor bo'lishi mumkin, yigitlar bor bo'lishi mumkin va o'rtada arosatda qolib, bir tarafda onasini ko'ngliga qaraydi, bir tarafda ayolini ko'ngliga qarab nima qilishini bilmayotgan va onasining ha deb xafa bo'laverishidan aybdorlik hissini his qilayotgan yigitlar bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, bugungi mavzumiz juda ko'pchilik eshituvchilar uchun manfaatli bo'ladi. Agarda menga podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, albatta podpisatsiya bo'ling, chunki siz uchun foydali ma'lumotlar bu yerda judayam ko'p bo'ladi. Layk ham bosishni esdan chiqarmang. Manfaatli bo'lsa, suhbatimizning oxirida kommentariyshlaringizni ham kutaman. Xo'p, mavzumizni boshlaydigan bo'lsak, nima sababdan onalar farzandini shunaqa qizg'onadi, hissiy bog'lanib qolganligi? Bu psixologiyada shunaqa termin bor, separatsiya. Ya'ni to'g'ri separatsiya bo'lish bor, separatsiya bo'lmagan vaziyatlar bor. Bu degani, ya'ni ona farzandi bilan hissiy bog'lanib qolishi, uni qo'yib yubora olmasligi separatsiya bo'lmaganligini alomatidir. Separatsiya bo'lmaganlikni alomatlarini, ko'rsatmalarini bir nechtalarini sizga misol tariqasida tushuntirib o'taman, yanada yaxshi tushunishingiz uchun. Demak, farzandlar onasi bilan hissiy bog'lanib qolganidan keyin onaning ta'siridan ozod bo'lolmaydi. Mustaqil qarorlar qabul qilishga qiynaladi. Onani ranjitmaslik uchun hattoki o'zini hayotini qurbon qilishga ham tayyor bo'lib qoladi. Mana bunaqa holatlar o'sha separatsiya bo'lmagan ona bolaning munosabatlarining ko'rinishi hisoblanadi. Demak, birinchisi, ona bolaning shaxsiy hayotiga haddan tashqari aralashuvi. Qanday kiyinishi, qayerga borishi, kim bilan uchrashishi, har doim bolaligidan tortib katta bo'lgunicha bolani boshqarishda ushlab kelganligi va turmush qurgandan keyin ham bu holat yana davom etaveradi. Onasi har bir narsani hisobini oladi, hattoki kelinni ham boshqarishga harakat qiladi, qachon uyiga borishga ruxsat beradi, qachon bormasligiga ruxsat beradi, hamma narsaga aralashishga harakat qilaveradi. Xullas, o'g'lini ham hayotiga, kelinni ham hayotiga aralashib, hamma narsani ikir-chikirigacha bilishni xohlayveradi onalar. Va bu yerda o'zini fikrini ustun biladi, ularni fikrini inobatga olmaslikka harakat qiladi. Bu birinchi ko'rinishi. Ikkinchisi, bola onadan, o'sha farzand onadan jismonan ajralmagan. Ya'ni turmush qursa ham onasini tashlab ketolmaydi. Bir uyda yashashni ma'qul ko'radi. Bir nechta farzand bo'lishi mumkin, lekin hammasini bir joyda ushlab o'tirishni yaxshi ko'rishi mumkin ona. Ona bilan bir uyda, bir xonadonda yashashni ma'qul ko'radi. Agarda alohida yashab chiqib ketadigan bo'lsa, xuddiki farzand onaga nisbatan bu narsani xiyonat deb o'ylashi mumkin. Ba'zi holatlarda alohida chiqsa ham farzandlar har kuni tez-tez onasini yoniga kelaveradi, hamma narsani hisobini beradi, отчетini berib o'tiradi. Alohida yashab yurgan bo'lsa ham yoshlar, ona baribir boshqaruvni qo'ldan qo'yib yuborgisi kelmaydi. Undan keyingisi, ona o'g'lini rafiqasini o'ziga raqib deb biladi. Ya'ni kelinni tan olmaydi, u bilan yoqimsiz munosabatda bo'ladi, qo'pol muomala qilishi mumkin. O'g'limni mendan olib qo'ydi degan tuyg'uni jilovlay olmaydi. Farzandini qanday katta qilganligi, unga nimalar baxshida qilgani, o'qishlariga kontraktini to'lagani va hokazo hamma narsani eslataveradi. Ya'ni farzandini hayotida ayol emas, o'zini birinchi o'rinda ekanligini gapi, so'zi, xatti-harakati orqali keliniga uqtirish uchun bir nimalar qiladi va har bir narsada kelinni ayblaydi, o'g'lini himoya qiladi. Bordi-yu, biror bir muammoli vaziyat bo'lib qolsa, yoshlar kelin-kuyov urushib qolgan taqdirda ham, agar ayb o'g'lida bo'lsa ham, o'g'lini aybini tan olmaydi, har doim
kelinni ayblashga harakat qilaveradi. Undan keyingi sababi ularni oralaridagi chegaralar mavjud emas. Misol uchun, ona o'g'lini shaxsiy siri yo'q, hammasini biladi yoki bilish kerak deb o'ylaydi. Ya'ni, o'g'lini biror bir narsani onasidan yashirin ish qilishni xohlamaydi. Hamma narsani bilishga harakat qilaveradi. O'g'il ham uyalishi kerak bo'lgan narsalarni onasi bilan bo'lishavermaydi. Misol uchun, baribir ona boshqa shaxs, farzand boshqa shaxsligini ona bilmaydi. Yoshi katta bo'lsa ham, misol uchun, "Nima, o'zim katta qilganman-ku sani, bilmaymanmi qanaqaligingni, mandan nimaga uyalasan?" va hokazo. Hattoki shunaqa gaplar bilan ham o'g'lini izza qilib uyaltiradigan gaplar ham gapirishi mumkin onalar. Ikkalasi ham o'z hayotlarini bir-birisiz tasavvur qila olmay qoladigan darajaga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Aksariyat bunday holatlar qanaqa onalarda bo'ladi deydigan bo'lsak, yolg'iz, ersiz tarbiya qilgan onalarda bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni bitta o'g'li bo'lishi mumkin yoki bir nechta qiz bo'lib turib bitta o'g'il bo'lish mumkin. Boring, bir nechta o'g'il bo'lsa ham qaysidir o'g'ilga haddan tashqari bog'lanib qolgan bo'lishi mumkin-da ona. Yoki bo'lmasam er-xotin birga yashagan bo'lib turib, o'zlarini hayoti chiroyli bo'lmagan bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni er-xotin har doim janjalda bo'lgan, farzandlari uchun sabr qilib chidab yashagan, lekin o'zaro munosabatlari yaxshi bo'lmagan er-xotinlarda mana shunaqa qiyinchiliklar ko'rgan onalarda farzandiga haddan tashqari bog'lanib qolish va separatsiya bo'lmagan vaziyatlar yuzaga kelish ehtimoli bor aksariyat. Chunki o'zini hayotini yashagan, o'zini baxtli his qilgan, o'zini turmush o'rtog'i bilan baxtli bo'lgan ayollarda bunaqa narsalar bo'lmasligi mumkin. Bordi-yu yakka tarbiya qilgan ona bo'lgan taqdirda ham, yolg'iz ona bo'lsa ham, misol uchun, agarda u ona sog'lom fikrlaydigan ona bo'lsa, psixikasi sog' bo'lsa, bu vaziyatlar ularda bo'lmaydi. Farzandini bu haddan tashqari bunaqa qizg'anish, kelinini oldida o'zini yomon ko'rsatish holatlari bo'lmaydi. Tushunadiki, o'zi alohida shaxs, farzandi alohida shaxs mana shunaqa tarzda sevgisini namoyish qiladi. Ko'p onalar sevgini qanday tushunadi? Sevgi bu "Man seni yaxshi ko'raman, shuning uchun sen meni yonimda bo'lishing kerak, har doim meni qaramog'imda, meni nazoratimda bo'lishing kerak" degan tushunchada sevgisini namoyish etmoqchi bo'ladi. Aslida bu sevgi emas, bu egoistlik hisoblanadi. Ya'ni ona o'zini yaxshi ko'radi. O'zi uchun, o'zini his-tuyg'ulari, o'zini manfaati uchun farzandini hattoki baxtsiz bo'lishiga, oilasi buzilishigacha qurbon holatga olib kelish ehtimoli bor. Undan keyingi bu holatning sababi ona farzandini qarzdor qilib qo'yadi. Ya'ni "Man seni sen uchun hamma narsani tashlaganman, sen uchun o'zimni qurbon qildim, sen uchun turmushga chiqmadim. Man bo'lmasam sen nima qilgan bo'larding, senga shunchalik o'qitdim" va hokazo. Mana shunaqa so'zlar bilan bolani manipulyatsiya qilib, emotsional bosim o'tkazadi. O'g'il onani rozi qilish uchun ularni xizmatini qilishga o'zini majburlaydi. "Bu meni burchim" deydi va onasini oldida o'zini qarzdor his qiladi. Agarda onasiga yoqmaydigan biror bir vaziyat, xatti-harakat bo'lsa, o'zida aybdorlik hissi uyg'onishi mumkin. Undan keyingisi, o'g'il hissiy jihatdan mustaqil emas. Ya'ni, har doim ona uni boshqargan, uning o'rniga qaror qilgan, qayerda o'qish kerak, nima ish qilish kerak, juftini tanlash kerak, hamma narsada farzandni o'rniga onani o'zi qarorlar qabul qilaverganligi uchun mustaqil qaror qabul qilishga qiynaladigan bo'lib qolgan. Biror bir narsani qabul qilishda ham onani roziligini kutaveradi. Onasi g'azablansa, onasi norozi bo'lsa, boya aytib o'tganimdek, farzandda aybdorlik hissi paydo bo'lishi mumkin. Hattoki rafiqasi bilan munosabatda ham onasining kayfiyatiga qarab harakat qiladi. Misol uchun, mijozlarda bo'lgan shunaqa vaziyat, yosh kelin-kuyovlar aylanishga ketadigan bo'lsa, biror bir kafegami, morojniy yeyishgami chiqadigan bo'lsa, kelganlaridan keyin onasi arazlab o'tiradi. "Mani olib ketmading, menga olib kelmading" yoki bo'lmasam singillarini bahona qilishi mumkin. "Nega singlingni olib ketmading? Singlingni ham olib ketsang bo'lardi-yu." Mana shunaqa qilib yoshlarni orasiga yo o'zini aralashtirgisi keladi yoki qizini aralashtirgisi keladi. Xullas kalom, yoshlarni o'ziga alohida mazza qilishga, o'zlarini bir baxtidan bahramand bo'lishga qo'yib bermaydi. Bundan keyin nima qiladi erkaklar? Bora-bora, hozir agarda sen bilan birga chiqib ketadigan bo'lsam, onam xafa bo'ladi yoki onalar aytishadi, "Bizning davrimizda unaqa bo'lmagan. Hadeb ayolingni ko'ngliga qarayvermagin. Agar ayolning ko'ngliga qarayveradigan bo'lsang, erkalanib ketib qoladi, boshingga chiqib oladi" deyishi mumkin-da. Mana shu gaplarni bola hammasini to'g'ri qabul qiladi. Chunki ona menga yomonlik tilamaydi, onam yolg'on gapirmaydi, onam baribir mendan katta, hamma narsani biladi deb tushunishi mumkin o'g'il farzandlar va buni oqibatida
mana shunga haddan tashqari muhabbat deymizmi, buning salbiy oqibatlari va, qarabsizki, bora bora keyin, erkak o'zini ayoldan uzoqlashishni boshlaydi. Nimaga deydigan bo'lsak, agar ayoli bilan zo'r bo'lsa, ayoliga yaqinlashsa, ayoli bilan hangoma qilib kulishib o'tirsa, onaga bu narsa yoqmaydi va buning oqibatida onasini xafa qilmaslik uchun, o'zi anglab-anglamay o'zini ayoldan uzoqlashib, hattoki keyin ko'chadan boshqa ayollarni topib, ana ular bilan ishqiy munosabatga kirishgan, holatlari ham bo'lgan. Ya'ni, yaqinda bitta o'sha mijozimiz bilan bo'lgan konsultatsiya suhbatda mana shunaqa vaziyatga kelib qolganliklarini, tahlil qilib shu bo'yicha ishlagan edik. Xo'p, undan keyingisi, mana shunaqa, hozir aytib o'tganimdek, kelin va kuyovni orasida 3-chi, shaxs sifatida ona har doim ishtirok etishga harakat qilaveradi. Janjal bo'lsa ham aralashadi, biror bir qaror qabul qilish kerak bo'lsa ham, o'sha onani gap so'zi bo'lishi kerak. Uy ishlarida ham aralashaveradi, kelishuvlarda ham, shartlarida ham, kelajagida ham, maqsadida ham, xullas kalon, onani ruxsatisiz, o'g'li hech bir qaror qabul qilolmay qoladi. Onani qoshi qovog'iga deydimi qarab, o'zini bir shaxsiy hayotini tiklay olmay qolish ehtimoli bor, kuzatilgan shunday holatlar. Xo'p, endi bu holatda nima qilish kerak? Eng avvalo, agarda onalar bunaqa, situatsiyaga tushib qolgan bo'lsa va o'zini boshqara olmayotgan bo'lsa, albatta psixolog mutaxassisga uchrashi kerak va o'zini ichki kechinmalari, o'zini og'riqlari, o'zini farzandini, baxtsiz qilayotganligini anglab yetish kerak. Ya'ni bu, aytib o'tganimdek, bu muhabbat hisoblanmaydi. Bu, xudbinlik hisoblanadi ona tomonidan. Tushunish kerakki, har bir inson, alohida shaxs. Sog'lom separatsiya qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, bu farzanddan voz kechish emas. Bu farzandini boshqa inson sifatida hurmat qilish. To'g'ri, farzandingizni siz dunyoga keltirgansiz, lekin bu degani farzandingiz sizni shaxsiy mulkingiz emas. Ota-onani eng, oliy vazifasi farzandni voyaga yetkazib, katta hayotga qo'yib yubora bilish. Misol uchun, sog'lom separatsiya haqida aytadigan bo'lsam, sog'lom separatsiya 2 xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchisi jismoniy va hissiy separatsiya hisoblanadi. Jismoniy separatsiyaga misol uchun yoshlar alohida yashashni xohlashi, o'zlari topgan pulni o'zlari ishlatishi, hayotida jiddiy qarorlarni, o'zlari qabul qilishi va farzandlari bo'lsa farzandlariga sarmoya kiritishi, har taraflama hayotini mas'uliyatini olish, bu jismoniy, separatsiyaga kiradi. Hissiy separatsiyaga esa, har doim ham onasini yoki otasini ko'ngliga qarab, o'zini, oxirgi o'ringa qo'yish emas yoki, ularni orzu havasini, amalga oshiraman deb ular, erishmagan kasbni emas, o'zini xohlagan kasbida yashashi va ota-ona ham farzandini hurmat qilishi, farzand ota-onasini hurmat qilishi va bir-biriga egalik emas, mustaqil shaxs sifatida qarab bilish, mana shular, hissiy hamda jismoniy separatsiya, sog'lom separatsiya turlariga kiradi. Oila qurganidan keyin, ota-ona o'g'lini, farzandini tanlovini hurmat qilish kerak. Ya'ni uning juftini, uning qarorlarini, uning, kasbini, uning uyini va hokazo. O'zaro baribir ota-ona va farzand o'rtasida ham, kerakli nimalar, shaxsiy chegaralar bo'lishi darkor. Va mana shunaqa sog'lom munosabatli bo'lgan ota-onalar, farzandi bilan, shartsiz bir-biriga sevgisini ham ko'rsata oladi. Bunaqa farzandlarga har doim eslatish shart emas. Menga, produktlar olib kelgin, menga sovg'a bergin, mendan xabar olgin deyish shart emas. Qachonki ota-ona farzandlariga qayerda bo'lsang ham sog'-salomat bo'lgin, baxtli bo'lsang bo'ldi bolajonim, sani qarorlaring biz uchun muhim deb farzandiga ishonch berib, ularni, katta hayotga qo'yib yubora olgan va farzandini qarorlarini, tanlovini hurmat qilgan ota-ona hech qachon farzandini mehri e'tiborsiz qolib ketmaydi. Aksincha, manipulyatsiya qilib, har doim tarbiyasiga, berganiga, yedirgan-ichirganiga minnat qiladigan bo'lsa ota-ona, farzand bu yerda xursandchiligidan emas, aksincha qarzdorlik, aybdorlik hamda majburiyatdan qilishi mumkin, ota-onasiga qilayotgan xizmatini. Shuning uchun, azizlarim, tanlov o'zingizda. Kelajakda siz, agarda hali farzandingizni uylantirmagan bo'lsangiz yoki qizingizni turmushga bermagan bo'lsangiz, qanaqa ota-ona bo'lishni xohlaysiz? O'ylagan holatda, bu narsani ongli ravishda tanlov qilishingiz mumkin. Agarda, uje separatsiyalar buzilgan bo'lsa, unda, er-xotinlarga ham alohida, konsultatsiyalar olishni tavsiya qilaman. Onalarga ham xuddi shunday. Bu narsalarni, ustida ishlab, o'rganib, albatta to'g'rilasa bo'ladi. Har qanday munosabatni to'g'rilasa bo'ladi, qachonki harakat bo'lsa.
harakat bo'lgan joyda natija ham bo'ladi. Azizlarim, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan bilim va ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agarda sizga alohida konsultatsiyalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizga imkon qadar yordam berishga tayyorman. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Mana shu joyda qoldirilgan nomerlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin.